Bitta akamiz 50 ming tashlab shunga bosh og'rig'iga, asabni yaxshilashga, uyquni yaxshilashga, qonni suyultirib, davleniyaga yordam beradigan bitta zo'r giyohli choy tayyorlab berdilar. Xo'p, bitta sizlar bilan nimalar qo'shilishini ko'rib chiqamiz. Bu jasmin guli. Bu bosh og'rig'iga, uyquni yaxshilashga foydasi juda ham katta-da buni. Bunisi esa karkade choyi. Ko'p bora takroran aytamiz, bu qonni suyultirishga va davleniyani tushirishga juda ham foydali. Bunisi esa besmetnik. O't qopida, yana jigarada muammosi borlar uchun juda ham foydali. Bunisi esa momo qaymoq. Buni foydalari juda ham ko'p. Ichaklarni tozalashga, qonni tozalashga, yana boshqa foydalari ham ko'p. Bunisi esa atir gulgula. Bu ham asabni tinchlantiradi, kayfiyatni ko'tarishga foydali. Foydasi katta, yana boshqa foydalari ham bor. Bu yoqda esa o'zimizda oddiygina zafaron. Bu yurak qon tomirlarida muammosi borlar uchun foydasi bor. Bu o'sha hamma bilgan qalampir munchoq. Bu esa vitamin C ga boy bo'lgan shipovnik. Shunaqa qilib choyimiz ham tayyor bo'ldi. Buni ichganda faqat maza qiladi odam. Haqiqiy choy ichgandek bo'lasiz keyin. Xo'sh, bularning qayerdan manzil so'raganlarga Toshkent shahrining Yunusobod dehqon bozori mana 494-joy. Shunga qarab kelaverasizlar.